Mana Yevropada klublar mavsumi yakunlandi. Chempionlar Ligasi o'yini bilan oxirgi o'yin kecha final bo'ldi. Unda Arsenal afsuski mag'lubiyatga uchradi. Paris Saint-Germain munosib, haqli g'alabaga erishdi. Oxirgi payt Chempionlar Ligasi haqida gapirsam yoki kechagi final haqida postga qo'yganimda xeyterlar har xil gaplar yozdi. Ya'ni salla o'zi kecha chiqib olib nima gap qo'ysanlar, sallani haqqalaring yo'q, salla umuman noloyiqsanlar bu turnirda qatnashgan degan bir kulgili gaplarni, bir detskiy gaplarni gapirishyapti. Bitta narsani bilib qo'yinglar. Angliya jamoalari ichida eng ko'p o'yin o'tkazgan ham Chempionlar Ligasida, eng ko'p mavsum o'tkazgan ham Manchester United hisoblanadi. Bilmasanglar bilib qo'yinglar. Ayniqsa bu kubokni ko'tarmagan jamoa muxlislari shunaqa kommentariyalar yozsa, to'g'risi g'alati tuyular ekan, kulgili ko'rinar ekan. Iltimos, obro'ylarni tushirmanglar. Bir-birimizdan hurmat qilsak, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Hozir Chempionlar Ligasi to'g'risida yana bitta statistikani aytib ketaman. Ya'ni kecha o'zi Arsenal chempion bo'lganda, mag'lubiyatga uchramasdan chempion bo'lgan jamoalar ro'yxatiga kirgan bo'lardi. Chempionlar Ligasida bu jamoalar sanoqli. Hozir sizlarga shularni tanishtirib o'taman. Bilmaganlar bilib oladi. Marseille 1993-yilda, Milan 1994-yilda, Ajax 1995-yilda, Manchester United 1999-yilda, Barcelona 2006-yilda, Manchester United 2008-yilda, Bavariya 2020-yilda, Manchester City 2023 va Real Madrid 2024-yilda mag'lubiyatga uchramasdan Chempionlar Ligasi g'olibiga aylangan. Bu ro'yxatda nimaga ahamiyat berdinglar yoki nimani eslab qoldinglar? Qarang. To'g'ri, Manchester United bu ro'yxatda nomi 2 marta tilga olindi. Ya'ni Manchester United mag'lubiyatga uchramasdan 2 marta Chempionlar Ligasini boshi uzra ko'targan. Shuning uchun har xil g'alati va bo'mag'ir kommentariyalar yozayotganda, shunaqa ozgina orqaga qarab qo'yinglar, ya'ni obro'siga, bu jamoani umuman qattandir paydo bo'lib qolmaganiga, oddiy jamoa emasligiga yozishyapti-da, kecha chiqib oldilar. Nima qilasizlar chaynalib bunaqa gaplar. Men unaqa hech bunaqa kulish qilmaganman, to'g'risi. O'tgan yil qolib ketganimizda kulganlar bor, shularning ustidan bu yil qolib ketganda ozgina gapirib ketdim, lekin davomiy qilmayman bu narsani. Bir marta gapirildi bo'laydi. Endi qanaqadir gapirib qolsa, o'sha narsa bilan o'sha og'riqli nuqtasiga zarba berishimiz mumkin, lekin boshqacha, to'g'ridan-to'g'ri hech kim ustidan izolyatsiya qilmayman. Keyingi mavsumda Chempionlar Ligasida Manchester Unitedni ham ko'ramiz va qiziq bo'ladi. Parij yana to'xtaydimi yoki yo'qmi? Buni keyingi mavsumda bilib olamiz. Hammalarga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Xayterlar, o'ylab, iltimos sal fikrlab yozinglar. Men hech kimni shaxsiyatiga o'tmaganman, iltimos shaxsiyatiga o'tmanglar, shaxsiyatga o'tsanglar boshqacha gaplashishimiz mumkin. Bir-birimizga hurmat qilsak, menimcha nur ustiga nur bo'ladi. Sog' bo'linglar.